Klimaks hozirgi zamon ayollarida nega og'ir kechyapti? Buni sabablari nimada? Buni sabablarini keltirib chiqayotgan omillar birinchi o'rinda noto'g'ri ovqatlanish, kimyoviy ovqatlanish, ikkinchi o'rinda stress, uchinchi o'rinda organizmda ayollik gormonlarini muvozanati buzilishi. Mana shu omillar sababli klimaks ayollarda juda og'ir o'tmoqda. Yana klimaks deganda ko'z oldingizga keltiring, daryo. Daryodagi suv oqyapti, lekin endi klimaks davrida to'lqinlanib, toshdan toshga urilib, to'lqinlanib oqyapti. Undan oldin, klimaksdan oldin esa tinch va sokin oqqan. Xuddi shuni tasavvur qilish mumkin. Shu paytda toshdan toshga urilgan daryo qanaqa shovqinli bo'ladi. Bizning organizmimizda ham qon gormonlar yetishmasligi oqibatida xuddi toshdan toshga urilgan suv kabi qonlarimiz qizg'in, betartib oqishni boshlaydi va buni oqibatida birdaniga qizib ketish, birdaniga yurak gupillab urib ketishi, davleniyani rezga ko'tarilishi, qattiq bosh og'riq va vahimaga tushishi, urushqoqlik, tezda arazlab qolish bu kabi hislatlar namoyon bo'lishni boshlaydi. Klimaks bu tabiiy jarayon. Endi buni sog'lom qilib o'tkazish, asoratini qoldirmaslik uchun men sizlarga yechim beraman. Birinchi o'rinda sog'lom turmush tarziga amal qiling. Stresslaringizni boshqarish uchun yoga mashg'ulotlari, chuqur nafas olishni hamda muzika qo'yib, muzikada chiroyli dam olishni ham o'rganing. Undan keyingi narsa bu omega 3 mahsulotlari, kalsiy, magniy mahsulotlarini doimiy iste'mol qilib turish kerak. Va ovqatlanish tartibida ko'proq ko'katlar, soya unidan tayyorlangan nonlar. Xulosa qilib aytganda, klimaks bu tabiiy jarayon. Faqatgina ayol o'zini qo'lga olishni bilish kerak, sog'lom turmush tarziga amal qilish kerak va ular tabiiy organizmga kerakli bo'lgan mahsulotlarni ham iste'mol qilish kerak. Agar kimda qiyin kechayotgan bo'lsa, izohlarda klimaks so'zini yozing. Men sizlarga muammoni qanday qilib yechish haqidagi tavsiyani yuboraman. Azizlarim, sizga bundan keyin ham yaxshi ma'lumotlar va foydali tavsiyalar kerak bo'lsa, like va podpiskani bosishni unutmanglar.